yomon cho'chitordi odam. Xullas, doktorlar ancha oldin qoningiz ancha tushib ketibdi, quyulashib ketgan, qoningizni suyultirib ko'paytiring, tabiiy usullar bor, o'shalarni qo'llancha bo'lmasa dedi. Men bo'lsam behafsala bo'lib yuruvdim. Yaqin og'aynim doktorligidan foydalanib, mashnaqa uyqu ham sal buzilib qolgan desam, o'rtoq, undan ko'ra tabiiy usullar bor, o'shalarni qilganda qoningni ko'paytir, bu narsa katta rol o'ynaydi dedi. Shundan keyin aytgan retsepti bo'yicha soat 11 da turib, 2 ta lo'laga, 3 ta sabzi, 10 ta semirinka olmani oldimda shartni yuvib tashlab, hammasidan sok ujmarkaga solib sok qilishga qaror qildim. Bularni yuvib tashladim yaxshilab, yuvmasdan qilish xato. Po'chog'ini-ku oldim, sabzini mayda qilib to'g'radim. Sabzidan keyin lo'lagini bosh oldini oladim, yo'q bilmadim, olib tashladim. Bularni ham mayda qilib to'g'rab tovaga soldim. Keyin olmani 8 ga, 6 ga, 4 ga har xil usulda bo'lib bittasini yeb ko'rdim. Yomon nordon ekan, lekin mayli, shifo uchun. Shartda bir tog'ora bo'lganini oldim. Ishlatib bo'lgan narsamni yuvib qo'ydim, chunki soat 11 dan oshuvdi, 12 ga yaqinlashyotdi. Xullas, so'kujmalkan tokka tiqib ishlatishni boshladim. Orada taraq-turuq bo'ldi. Qilgan narsam ozgina yirik qiluvdi, pichoq olib maydalam. Ko'rib turganingizdek, bir tonnasidan 1 stakandan oshiqroq chiqdi. Bu olmaniki, o'shaning uchun sal suyuqroq. Bundan keyin mana lo'lagi, sabzilarni sovyapman, po'choq rasa ko'p chiqar ekan, o'zi ham to'lib ketibdi. Amalladimda ularni olib tozalab, keyingisiga harakat qildim. Ko'rib turganingizdek, taqirlab otib yubordi. Bitta yirigini sovorman. Mayli dedim, uni ham olib shartda bankaga solib, bitta tozalatda olib, uni ham artib oldim. Artmasam bo'lmasdi, chunki onamlardan gap eshitishim aniq. Xo'p, keyin bundan keyin ozgina qolganlarini oldim, sabzini soldim, lo'lagini soldim, lo'lagini o'zi qoldi, ularni ham solib 1 banka 1 litr to'ldirdim. 1 stakandan bir 4 kun, 5 kunga yetadi. Qarab sizlarga tayyorni ichib ko'rdim, mazali ekan, bori sizlarga ham tavsiya qilaman.